Aka, kecha go'sht pul qani? Nima? Ertaga degan yo'q. Men bola chaqam nima bilan muhimi? Ana ona, bo'lajak kelamiz. Qo'y go'shti, mol go'shti, fil go'shti, qanaqa go'sht bo'lsa hammasidan bor. Bol to'shab turgan ho'kizmi? Nevaralaringiz onasi haqida unaqa gap gapirmang. Voy halitdanmi? Men bir borib preverka qilib kelingchi. Hop. Va kim bor, go'sht bormi? Go'shtni bering. Keling. Qanaqa go'sht kerak? Sho'rbagami? Oshgami? Xohlasangiz, uylanmagan qo'shqorni go'sht bor. O'g'lingiz bormi? Ha, bor. Shu go'shtdan qilib beraman, ertadan uylanaman deb chiqadi. Popalog'im. Voy, polvonim. Qalaysiz? Xola, siz nariroq turib turing. Keling, polvonim. Qanaqa go'sht qilib beray? Yo'q, go'sht kerak emas. Esingizda bo'lsa aytdim, onamdan olib kelaman, siz bilan tanishtiraman dedim to'yimizga. Qani chaqiringchi. Mana onam. Va tavba. Qaynonajon, qaynona. Ko'zlarimga ishonmayman. Assalomu alaykum ayajon. Va alaykum assalom. Qani uylanmagan qo'chqorli go'shti? Qani bu yoqqa olingchi. Voy, hozir ayajon. Mana, Bering. Rahmat, popalog'im. Buni yegandan keyin o'zim kelaman. osh bo'lsin. Buning bo'lmaydi. Voy, nima bo'lmas ekan? Va kelining nima ish qilsa qassob deymanmi? Voy, zo'ru, zato bir umr tekinga go'sht yeymiz. Qarang. Boshqa ishi yo'qmi? Bor. Nima ish? Svarchki. Bo'lmaydi svarkach keldi. Kechasida ko'zing yoshlanib chiqadi. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना